Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Sotiladigan yer chiqib qoldi. Gazi bor joydan, Qaqirda gazi bor joydan sotiladigan yer chiqib qoldi. Sizlarga hozir obzorni ko'rsatib beraman. Eng qizig'i mana uyda yarmi, yashab turilgan uyda yarmi shu joydan eshik ochsalar ham bo'laveradi. Mahalla asfalt bo'lgan, suvgacha kelgan. Xo'p, Mirobod 86-uyda yarmi mana shu tovoni Gulxonadan mana shu tomondan yarmi 4 soticha joyi sotiladi. Sotigini 5,5 mingdan sotilmabdi, 6 mingdan berib yuboraman deyaptilar. Faqat bolxona, qo'yxona shunaqa narsalar qilmoqchi bo'lsalaring sotilmaydi. Chunki yarmida aholi bor, yashaladi. O'shaning uchun yashash maqsadida bo'lsa yaxshi bo'ladi. Pastda nomer qoldirib qo'yapman, bemalol telefon qilaverasizlar. Eng qizig'i, maktabga ham bir qadam, Qaqirdagi 3-maktabga mana shu ko'rib turgan uylaringning narigi tomoni 3-maktab bo'ladi. Yerdan chapga burilgan laynda qabriston. Lakasani tushuntirdim deb o'ylayman. Bemalol pastda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Uyga qiziqqan tanishlarga tashlab qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.